Assalomu alaykum. Bugun 16-oktyabr 2025-yil. Agriz jamoasi biz O'rta Chirchiq Do'stlik hududidamiz, Dilshod akaning dalalarida. Bu joyda Syngenta kompaniyasini Higlo 52 deb nomlangan o'sha o'ta shirin makka duraga ekilgan. Dilshod aka, buni qachon ekdingiz buni? Buni 27-iyulda ekkanmiz. O'sha kunda o'zida suv bostirib 29-30-iyullarda bu 100% unib chiqqan. Xo'p, unaqa bo'lsa, bugungi kunga 86 kun, 87 kunlik holatda ekan. Yo'q, 76 kun. 76, 75 kun atrofida ekanmiz. Mana 75 kunda makka pishgan. Pishgan holatga kelgan. Makkalarimiz hozir o'lchab ko'rdik, uzunliklari 23-25 sm chiqyapti. Qatorlari tekisligi ham chiroyli, juda ham uzunliklari, semizligi, diametri juda ham yaxshi, 7 sm atrofida diametri ega. Nima deysiz, mana Higlo adashmasam birinchi marta ekishingiz. Ha, birinchi marta. Bizning tavsiyamiz bilan ekuvdinglar. Ha, shunday bo'ldi. Tavakkal qilib. Nima deysiz endi bunga? Natija nima deyapti? Endi boshqa navlarga nisbatan, boshqa shirin jo'xori navlarga nisbatan buni unuvchanligi tez bo'lar ekan. Ha, unuvchanligi tez. Unuvchanligi tez, keyin tashqi omil ta'sirlariga juda ham chidamli. Ya'ni issiqda 45-50 gradusga chiqib ketganda ham bu o'simlik o'sha pastki yosh davrida ham stressga tushmadi. Keyin suvsizlikka bardoshligi juda ham yuqori ekan. Ha. Keyin juda ham muhim. Asosan bunga ham shu 300 kg atrofida silitrani 2 marta qo'shib 2 marta qator orasiga ishlov berish natijasida sepganmizda. Lekin bu 300 kg bu jo'xoriga kamlik qilar ekan. Albatta. O'zi odatda 1 tonna berishadi. 300 kg o'zi odatda kam o'zi, lekin biz ham bunga agar 500 kg yo 600 kg atrofida silitra qo'llasak, 2 marta shu vegetatsiya davrida 2 marta qo'llasak, bunda yana ham natijalarimiz yaxshiroq bo'ladi. Nimagaki, mana ko'rib turibsiz, bu agar biza 500 kg 600 kg berganimizda, silitrani berganimizda bu jo'xori mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Ya'ni baquvvat bo'lib o'sgan bo'ladi. Ko'rib turibsiz, bu pastroqda joylashgan. Shuning uchun shundan ham bilsa bo'ladi buni. Keyin bu yoshligida shu unib chiqqandan keyin shu 5-6 ta barg chiqargan davrida bu suvsiz bo'lib qoldi dalamiz. O'shanda ham bu unaqa stressga tushmadi. Ha, tushunarli. Stressga tushmasdan ishlov berib ketaverdi, yana o'sishda davom etib ketaverdi. Ha, juda ham chiroyli holat bo'lgan. Sababi 300 kilo azot deganingiz, 300 kilo azot. U toza azotga 150 kiloga ham bormaydi. Yo'q, endi silitrani nima qilsangiz, sof holatini hisob qiladigan bo'lsangiz, 300 kilo 120-125 kilo atrofida sof holatda bo'ladi. Sof holat bilan bunday natijaga erishish juda ham yaxshi. Bu demak, gibridni biz kuchli deya olamiz, kuchli gibrid. Boshqa navlarga nisbatan bu o'zini shu stressga chidamliligi bilan, hosilni yuqori bo'lishi bilan, diametri katta bo'lishi, ya'ni uzun bo'lishi, donlarning to'lishi, hammasi jihatdan boshqa navlarga nisbatan yaxshiroq bo'ldi bu. Ha, hozir yana aytib o'tganingizdek, suv muammo ko'p bo'lyapti. Ayniqsa oxirgi yillarda bu o'sha suv 5-6 ta barg bo'lgan holatda ham kamroq bergan bo'lsangiz ham, lekin natija yaxshi bo'lgan. Shu paytda biz suv bera olmay qoldik. Suv tanqisligi yildan yilga oshib boryapti. Shunaqa. Stressga tushmadi lekin. Makkalarni ko'ryapmiz, bo'yi 180 bo'lgan atrofida. Atrofida bo'lgan bu o'rtacha bo'yi shunaqa. Baribir yoshligida bilinyapti, ko'ryapsizki, pastdan hosil olgan. Agar yuqoriroq nima bo'lganda, qiynalmaganda yuqoriroq hosil oladi, bu to'lgan bo'ladi. Juda ham yaxshi. Hozir buni brikslarni ham o'lchab video davomida qo'yib qo'yamiz. Bu juda ham shirin hisoblanadi mazasi. Hattoki o'sha qovundan ham shirin bo'ladi. Mana bug'doydan keyin bemalol ekib, o'sha iyul oxirida ekib, ya'ni salkam sug'oradigan paytingizga o'sha avgustdan bo'lgan. Ha, o'shaqa holatda ham bemalol mana oktyabr o'rtalariga pishirsanglar bo'ladi. O'sha issig'i 45 graduslar deyapsiz, mana 45 graduslarni issiqlarni ko'rgan makka hisoblanadi. Shuning uchun tavsiya qilamiz, mana sizlar ham ekinglar, foydalaninglar. Syngenta kompaniyasi hammamiz bilamiz, juda ham kuchli kompaniya. Higlo 52. O'zbekistonda mana bahorda ham bug'doydan keyingi ikkinchi mavsumga ham tavsiya qilamiz. Bemalol eksanglar bo'ladi, sinovdan o'tgan. Juda ham ishonchli, juda ham razmerlari ham o'sha bizning bozorga mos katta razmer, qatorlari tekis, ranglari ham juda ham chiroyli bo'lgan. Shirin makka duraga. Endi biza asosan 76 sxemada gektariga 50 ming donadan tashalgan urug'imiz. 50 ming donadan hech qanaqa bizdan ko'rib turibsiz, qatorda hech qanday pateriya bo'lmadi. Ya'ni
o'sha 50 ming dona so'ygan bo'lsa, baribir tashqi muhit ta'sirida kultivatsiya yoki bo'lmasa chopiq ta'sirida bu ikkitadan yoki uchtadan almashish nima bo'lgan bo'lishi mumkin, patologiya bo'lishi mumkin, lekin hozir 40 mingtadan kam emasda. Xudo xolasa. 40 mingtadan kam emas gektariga. Mayli, oxirigacha yaxshi bo'lsin. Niyatimiz dehqon boy bo'lsa, xalq ham boy bo'ladi, boy bo'lsin dehqonimiz. Sizga rahmat, chiroyli hosillaringiz barakali bo'lsin. Bizani tanlaganingiz uchun Rahmat, sog' bo'ling. sizga rahmat etamiz. Salomat bo'linglar. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Higlo 52.